Hozir oldi to'xtayapti. Yo'q, hozir orqasiga tortyapti. Odamlar qo'shamizda. Toyota Forerunner 2005-yil ishlab chiqarilgan ekan. O'zi bekorga hamma Toyota, Lexus yoki Nissan emas ekan, Qirg'izistonlarda. Captiva, Trailblazer mashinalarini boshqarib ko'rganman tog'li yo'llarda. 3.2 litrlik 2008-yilda ishlab chiqarilgan variantni haydab ko'rganman. Tog'li yo'lda to'rtalasini ham tortadi, Captiva ishli o'zi bilan. Lekin unga nisbatan ancha aqlli ekan bu. Qarang, ko'rib bo'lsangiz bu mashina propanda. Lekin mexik ekan. Ilyos aka, 120 talik Toyota'lar qanday? Arzon aka, ashyoku mana shu meni biri bo'ladi, nima xadobkalar. Просто kuzib bo'lib bo'ladi, Ramosida bir bo'ladi, xadobkalarda bir bo'ladi. Hech qanday razница bo'lmaydi, просто bundan ichi kuzib bo'lib bo'ladi. Mashina motor, korobka bit tushadi. Hozir Ilyos aka, mana bu qoriljoy to'yib ketmaydimi? Yo'q. Tezroq chiqaymi, sekinroq? Sekin gaz qamoq chiqib ketadi. Podiumlarga sekin chiqaveraymi? Hatta mana podium o'zgargan, muzlab turibdi, bildirmayapti. Qo'yli. Captiva yo'lda aylanib qoladi. Hozir bizlar borgan joy Rayyan To'qirordan, shunday. Rayyan Resort, Rayyan.